Ayollar g'iybat qilish uchun top 5 ta joy. Birinchi o'rin sizni aniq hayron qoldiradi. 5-o'rin bozorlar. Chunki bozorga kimdir chiqmasa, aynan o'sha odam temasi bo'ladi. Ayniqsa savdo bo'lmagan payt g'iybat avjiga chiqadi. 4-o'rin mahallangizdagi podyezdni oldi. Juda ham odam ko'p o'tib qaytadi. Uzoqroq vaqt g'iybat qilish mumkin. 3-o'rin kollektiv ishxona. Ayniqsa boshli yo'q payt g'iybat avjiga chiqadi. Hamma mahallasidan yangi g'iybatlarni olib keladi. Shuning uchun ham bu yerda top 3talikka kirgizsa bo'ladi. 2-o'rin hamma kutgan gap gashtanglar. Piyoda birovni eshitmasdan g'iybat bo'ladi. Uy egasi ham qolmaydi. Idishlarni ham yaxshilab yuvmabdi, ha? Yaxshi ham bayvidigan narsalar bor. Ketqiz olmadim deb bahona qila olmaydi. Eng kir idishlar, oq piyola choynaklar, ichi va usti qorayib ketgan, chirk bo'lib ketgan qoshiq, vilkalar deysizmi? Farqi yo'q. Shundoq tog'oraga bavini solinadi, ustidan qaynoq suv solib, ivitib, keyin sovuq suvda chayvorsa bo'ladi-ku. 1-o'rin va eng kuchlisi bu go'zallik salonlari. Bu yerda hech kimga rahm shafqat qilinmaydi. Oddiy g'iybat bo'lmaydi. Videoni g'iybatni yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Mendan salom ayting g'iybatchilarga.